Alip Ertuğ'a Qağan ve çevresi Tumaris Melike ruhini tirildireydi. Qashqar ve Xotanda eng ahirqi saklar saqlanıp qalğan. Şuna xotanliklarni divanda qo'sh tilliq idi deb sifatleydi. Saklar sharqda Tangri tağlardan g'arbga qarab Pamirdan aylanib Qaraqurum tağlarıgacha hilal ay shaklida saqlanıp qalğan. Ya'ni Qumul, Beşbaliq, Yulduz yaylaqları, Künez, Kuchar, Atush tağları, Qashqar tağları ve Xotan tağları. Bu dairənin içiga kirib ketidi. Qashqar baldur shaharlashgan ve millatlar qo'shiladigan joy bo'lg'achqa, tezroq saklarni ve oq bullarni singdirib etgan bo'lishi mumkin. Yer nomlari rostla tarixning yer yuzidagi tamg'isi. Kuchardagi Saqsaq, Atushdagi Beysaq, Xotandagi Sapsaq, Qashqardagi Samsaq, To'qquzsaq ve O'g'izsaq bilan qadimiy yakanning Sakaraul deb atalishi. Xulasa kalom, biz shu dal saqlarning Germaniyadek 5 hassa cho'ng vatanni qurolsiz saqlab qolgan eng jangovar qoldiqlari. Qaraxonlar bevosita Alip Ertuğ'dan kelib chiqqan. Mahmud Qashqariydan Qutlug' Shavqigacha 1000 yillik nasabnoma saqlanib qolgan. Bularni mulohiza qilganda Uyg'urlar va qozoqlarning qinida o'xshashla sak qini oqmoqda. Tunji saltanatlik Turan hukmroni va dunyo tarixidagi tunji ayol podshoh Tumaris. Tumaris va Kayxsro haqida tushuncha. Her iki tarafning ajdodi haqida. Alip degan so'zning ma'nosi yigit, jasur, qahramon ma'nosida. Urushda eng botir yigitlar Alip deyiladi. To'nga pilni yenguchi kuchnungur shir. Farscha ismi Afrasiyab. Yuqorqi ma'nolar shu. Tumaris, Po'lat tumirda qattiq va sunmas. Farscha Batur ma'nosida. Divandin. Buyuk Qağan Alip Ertuğ'a xon, merhum ajdodimiz va xaqonimiz istidodli Turan, Eron, Çin Babilning hukmroni merhum Alip Ertuğ'a Qağan taxminan milodidan burunqi 690-yillari tug'ilgan. 653-yili Eronni Turan bilan birlashtirgan. 652-yili Turan Qağani bo'lgan. Eron ve G'arbiy Osiyoga 28 yil hukmron bo'lgan. Milodidan burunqi 625-yili Navrisi, ya'ni qizi Qoz xotun bilan Eron shahzodasi Siyavuşdan tug'ilgan Shalg'ut Navrisi Kayxsro bir tarafidan zaharlanib qazo qilgan. Bu dahshatli suiqasd bugungi kunimizdan soq 2644 yil ilgari yuz bergan. Bu jarayonda xarakteri mushu voqeaga o'xshab ketadigan talay voqealar takrorlanib keldi. Ammo biz tariximizni bilmagachga, ibrat ololmay 21-asrga aron kirgan vaqtda millat sifatida qaslanish plani boshlanib ketdi. O'tmishi g'uvo bo'lganlarning nurona kelgusi bo'lishi mumkin emas. Ya'ni o'tmishi g'uvo bo'lgan joylarda nurona kelajak bo'lmaydi. Eron shohi Kayxusro II. Ahmonilar jamiyatidan kelib chiqqan Eron hukmdori Kayxusro II aslida milodidan burunqi 584-yili o'tgan Eron hukmdori Kayxusro Ining qiz taraf avrisi edi. Milodidan burunqi 624-yili Yiligar Eron shohi Kayxusro I buvisi Turan Qağani Alip Ertuğ'a Qağan Afrasiyabni ziyofatga chaqirib, davlat arkonlari bilan qo'shib zaharlab o'ltirayotgan. Bu Shalg'ut shoh Siyavush bilan Qazo xotundan tug'ilgan edi. Kayxsro I ana taraf buvisi Alip Ertuğ'ni milodidan burunqi 624-yili 17-oktyabr bir ziyofatda zaharlab o'ltirib etgan. Uning o'g'li Asit qizini Ahmonilar begi Kambiz birga yotliq qilgan. Ulardan mushu Kayxusro II tug'ilgan.
U 559-yili buvisi Asid Ağaga qarşı isyan kötürüp, 550-yili uni ağdırıp, Ahmanilar sulalısını qurğan. U neçə yil qattiq uruş tayyorligi qilib, Turanğa atlanğan. Keyxusrov va Tomaris orasidagi janglar. Milodidan burunqi 546-yili Turan ziminiga bisib kirgan Eron podshohi Keyxusrov II Turan lashkarlarining shiddatli zarba berishi bilan mag'lub bo'lib chekinadi. Turan lashkarlari jangda g'alaba qilib, tajovuzchilarni Turan ziminidan qo'g'lab chiqargan bo'lsa-mu, og'ir yaralangan bosh qo'mondoni Tertivaruni ko'tirib qaytadi. Tertivaruning yarisi borgan sir og'irlashib, o'z qarorgohida jon uzdi. Keyxusrov II bu mag'lubiyatdan keyin Turanға qayta tajovuz qilishga jur'at qilolmaydi. U milodidan burunqi 539-yili 17-oktyabr Ahmanilar shohi Keyxusrov II Babilni ishg'ol qilib, 50 yildan beri qulluqda turayotgan Yahudi xalqini ana vataniga yo'lga silib qo'ygan. Mazkur Yahudilar payg'ambarni qasdlab o'ldirgandan keyin 587-yili Babilon shohi Buxtu-Nassar Tabuqun Ashur tarafidan Falastindan Babilga akitilgan. 2017-yili Isroiliya bu kishi bilan dollar tarafni tarixiy xarakterlik tangisiga bisib chiqardi. Bizmu do'st bilan dushmanni mushundaq unutmasligimiz kerak. 559-yildan beri Persiya shohi, 549-yildan beri Midiya shohi, 547-yildan beri Lidiya shohi deb shuhrat topgan bu ochko'z Iron shohi 546-yili echinishliq mag'lub bo'lib, Turandan qo'g'langandan keyin necha qitim qayta besib kirishga urinibmi, qurol kuchi bilan Turanni bo'ysundira olmagan. Yillarcha tajovuzchilik urushi qo'zg'ab, Turan ziminiga erisholmagan Keyxusrov oxiri hiyla mekir yo'liga kirdi. Tertivarunning ayoli Tomarisga o'ylanish taklifi qo'yib, sovg'a salom bilan elchi avatidi. Keyxusrovning bu hilisiga qattiq g'azablangan Tomaris uning talabini keskin rad qiladi va jangga tayyorlik qiladi. Biroq hiligar Keyxusrov go'zal qizlar va aroq-sharob to'ziqi qurib, Tomarisning birdan-bir o'g'li Spargapiris sargardalari bilan yeb ichishib ko'ngil ichishayotganda tuyuqsiz hujum qilib asirga elib oladi. Bu orqali Tomarisga besim ishiltib maqsadga yetmoqchi bo'ladi. Tomaris elchilar orqali Keyxusrovga: "Ey hiligar aldamchi, qonxo'r, zolim podsho Keyxusrov, qilgan ishlaring bilan maqtanmayli qo'y. Sen mening o'g'limni jang bilan yengining yo'q. U seni yengib, g'albini tabriklab bazma qilayotganda hiylimikar ishiltib, tuyuqsiz tutqun qilding. Endi mening maslahatimga kir. O'z makoningga ziyon zahmatsiz ketay desang, o'g'limni qaytirib ber. Chunki men qon to'kishni xolamayman. Agar unumasang, Massagit saqlarning tangrisi kun tangri nomi bilan qasamki, men sendek ochko'z Yuhani qon bilan sug'urman", deydi. Keyxusrov: "Tomaris xonish qilishimga qo'shilmasa, Turan zaminini ishg'ol qilib, xalqini o'zimga qul qilaman", deb ko'ranglaydi. Keyxusrovning lashkari kuchi silishtirg'isiz darajada ko'p va kuchli edi. Tomaris o'zini ko'zga ilmagan, millatining hurligiga, vatanning mustaqilligiga qasd qilgan bu tajovuzchi qonxo'rga qarshi urush qilishni qaror qildi. Milodidan burunqi 529-yili 17-oktyabr Eron Ahmanilar imperiyasining qurg'uvchisi Keyxusrov II 529-yildan 559-yilgacha zo'r harbiy kuch bilan Amu daryosidan o'tib, Turanni qonga bo'ygandan keyin noyabrning oxirlari Sir daryo bo'yiga yetib keladi. Tomaris malika uningga yo turanliklar qarshi qirg'oqqa o'tib urush qilish, yo eronliklar Sir daryodan o'tib urush qilish, qarshi taraf 3 kunlik yiroqlikcha chekinish taklifini berdi. Mag'rur Keyxusrov daryodan o'tishni o'zi tanlaydi.
dekabrning dastlabki kuni dahshatli urush boshlandi. 4 dekabrda Tumaris xotun qo'lida o'ldirildi. Turallıqlar baturlarcha urushib, shuncha kuchlik dushman ustidan g'olib keladi. Malika Tumaris Kayxisroning qal'asini ilib, qonga to'ldirilgan tulumga paturib, qahri bilan boshqalarning el yurtiga zo'ravonlik bilan tajovuz qilib bostirib kirganlarning jazosi mana shu bo'ladi deydi. Tasodiflikmi yoki qasddanlikmi? 1878-yil 15-mart Rizoxon Pahlevi Mazandaronda tug'ilgan. Keyincha harbiylik mansibi uzluksiz o'sib, 1923-yili 28-oktyabrdan 1925-yili 1-noyabrgacha Qochar xonligining bosh vaziri bo'lgan. Ondan shu yili 12-dekabr Ahmad Shoh Qochorni og'dirib, 15-dekabrdan 1941-yili 16-sentabr Churchill bilan Stalin qo'lida og'dirilguncha Eronda saltanat surgan. Ikki Jahongir 25-avgust tuyuqsiz bisib kirib, uni og'dirgan edi. Shu qitimliq harbiy o'zgarishda tutqun qilinib, Janubiy Afrikaga surgun qilingan. 1926-yili 24-aprel toj kiygan bu saltanatlik shoh Iroq Afrikadan 1944-yili 26-iyul 66 yoshida qazo qildi. Uning o'g'limi 61 yoshida Iroq Qohirada 1980-yili 27-iyul qazo qildi. Shunga amal mansab va quruq nom shuhrat qo'g'lashayotgan nodon Uyg'urlar bu ota boladan ibrat olsun. 1919-yili 26-oktyabr Eron shohi Muhammad Rizoxon Pahlevi tug'ilgan. Uning dadisi 1926-yili Persiyani turklardan tortib olib, nomini Eronga o'zgartgan. 1967-yili 26-oktyabr Shohinshoh bo'lgan. 1980-yili 27-iyul oxirgi Eron shohi Muhammad Rizo Pahlevi Misrda qazo qilgan. U 1919-yili 26-oktyabr tug'ilib, 1941-yili 16-sentabr shoh bo'lib, 1967-yili 26-oktyabr Shohinshoh bo'lgan. 1979-yili 16-yanvar qochgan. Oxir bir yil xorliqda yashab, tanholik dardida dard yutib o'lgan. Shundoq qilib Tehronda tug'ilgan podshoh Qohirada o'lib, shu yerga dafn qilingan. 1925-yili 25-may Rizo Pasha toj kiyib, qochorlarni og'dirib, Pahlevi xonligini qurgan. Shuning bilan 921-yili Qaraxonlar Xorasonni tinchitgandan keyin saq 1000 yil bizning bo'lgan Eron qo'ldan ketdi. Qaraxonlar bilan Samanilarning yaqinchiligi kuchayishi bilan aslidagi Samanilarda vazifa o'tayotgan turk Uyg'urlarning inovati va mansibi texmi o'sib soni ko'paydi. Tinjimas Xorason va Eronni Shoh Ismoil 905-yildan boshlabla turklarning harbiy kuchi orqali idora qilib kelgan edi. Shuningdan boshlab turklar Eronning yaqinqi 1000 yildagi hukmronlariga aylanib qoldi. 962-yili O'g'izlar Qaraxonlarga bay'at qilganda Olib Tikin Xorasonni boshqurdi. 977-yili Qaraxonlarning o'gay bolasi Subuq Tekin Eronni boshqurdi. O'g'li Mahmud G'aznavi keyincha butun Eronni so'rdi. 1028-yili Yusuf Qodirxon qo'yib bergan aka-uka Saljuqlar 1040-yili Eronni olgandan keyin toki 1194-yilgacha avlodlari idora qildi. 1212-yili Qaraxonlarning malikasi Turkan xotundan tug'ilgan Xozarim Shoh Sulton Muhammad Eronni oldi. 1236-yili Idiqut Uyg'ur xalqining Sarxil qo'shini O'gadayxon qo'shiniga yo'l boshlab Eronni oldi. İlxonlar munqariz bo'lgandan keyin hozirgi Turkiyani Uyg'ur sulton Aloiddin Aratni oldi. Eronni Amir Temur qo'liga oldi. Temurlardan Shaybonixon oldi. Uningdan Turk shoh Ismoil oldi. Uningdan Oqshorlar oldi. Uningdan Qochorlar oldi.
Yuqurqilarning hammasi aslida bizning turalliq bir jamiyat qarindoshlar edi. Eng oxirida mushu Paris adash Angliyaning yordamida Qacarlarni og'dirib, Erondagi eng oxirgi 1000 yillik saltanimizga tubdan xotim berdi. 1971 yili oktyabrda Rizoxon Pahlavi Ahmonilar xonligining 2500 yilligi va Kayxisrovni xotirlab, butun dunyo shohlarini chillagan. Ammo mening inchika hisoblab bayqishimcha, bu dal Tomaris malikining uni o'ltirgan yili ekan. Uning saltanatimi shu o'lgan yili eng yuksak va yuqori pallaga yetkashga ham butun songa to'g'ri kelgashga aqlliq Eron shohi shu yilni tabriklash uchun tanlagan. 1971 yili 12 oktyabrdan 17 oktyabrga qadar davom qilgan bu hashamatlik dunyoviy marosimga 500 million dollar xarjlangan. Uyg'ur xalqimu ajdodlaridan faxrlanishi, Uyg'ur bo'lganligidan iftixorlanishni bilishi va uni amaliy ifodalashi kerak. 1971 yili oktyabr Rizoxon Ahmonilar shohi Kayxisrov II tunji Paris imperiyasini qurganligining 2500 yilligini dog'dug'liq tabriklagan. Biz Uyg'ur xalqi 2021 yili noyabrda Tomaris malikining uni tandan va jondan judo qilganligining 2550 yilligini dog'dug'liq tabriklashimiz kerak. 2548 yildan keyingi ayollar krizisi va Uyg'ur oilalarining vayron bo'lishi xavfi. Buningdan to'p-to'g'ri 2548 yil ilgari yuz bergan bu ibratlik voqea har vaqt bizni ogohlantirib turmoqda. Xonim qizlarimiz hokimiyat tutqanda, erkaklar beshida ko'tarib hurmat qilganda, ana shundoq arslon kabi erkaklar ko'plab tug'ilgan edi. Aradan 2250 yil o'tgandan keyin, ya'ni milodiy 1619 yildan keyin xalqimiz 300 yillik Ashabul Kaf uyqusiga g'arq bo'ldi. Bütün İslam dünyasından süpürülüp ketken axlatlar ve kazzaplar vatanimizda izzat tepip, eng halqılıq 100 yılda özümüzni o'ngshalmas qilib qo'ydi. Keyingi 100 yilda qancha qilsaqmi jaholat va asoratdan to'liq qutulolmadik. Oxirgi 100 yilda hatto dushman hech kuchmayla o'z qo'llarimiz bilan o'z sarkilarimizni yo'qotib keldi. Oiladan boshlangan jiddiy va keskin bir islohot ilib bormasak, tarixdagi real ulgulik shaxslar bo'lgan Tomaris xotun, Turkan xotun, Ishparxon, Yetqizirim va Nuzugumlar borgan sari afsonaviy shaxslarga aylanib qoldi. Tomirimizdagi qon ashularning qini shu bo'lgan ekan, biz qaytadan shundoq jasur qizlar va qahramon onalarni qaytadan yetishtirib chiqishimiz kerak. Hozirgi avlodlar mukammal emas. Biz bir avlod yuqori sapoliq ayollar, ixtisosli qizlarni yetishtirmay turib, hozirgi og'ir darajada har qaysi jihatlarda qattiq ruhiyati zaxmlangan illatlik bir avlod bilan kelajakdagi xirislarga taqobil tura olmaymiz. Qozog'iston yaqinda Tomaris filmini ishladi. Endi film haqida to'g'ri tushuncha. Qozog'iston 15 ming nomzod ichida tipik Uyg'ur va sak chiroy Almira Tursunni tanlab chiqib, 2017 yili dekabrda ishlashga boshlagan Tomaris filmi 2019 yili yozda putib yil oxirigacha Qozog'istonda qo'yilib zo'r olqishga erishdi. 2020 yili 10 aprel juma Turkiyada qo'yilmoqchi. Kichkina shubilarga siliq radiya. Xuddi Chingiz Aymatov aytgandek, İslamiyatdan ilgirki va keyingi bir qism olimlar va mashhur shaxslarning kimligi ular tug'ilib o'sgan yoki vafot bo'lgan joylarga bog'lanib, bugun shu joy kimning qo'lida bo'lsa, u odammi shuning bo'lib ketadigan ahvol shakllangan. Buyuk 16 imperiya bayrog'ini Muhammad Emin Bug'ra kitobining muqaddimasida keltirgan edi. Bizning holimiz xarob bo'lg'achqa 2015 yili yanvarda buni Erdo'g'an Oq Sarayga esib hayvisini oshirdi. Olib Erdo'g'anga O'zbekiston ega bo'lib, yangi tez poyezdni Afrosiyab deb atab, endi film ishlashga hozirlanadi. Qozog'istonmi bo'sh kelmay Tomaris xotunni ishladi. Bular bundan 2550 yil ilgari yashaganlar bo'lib, Sak degan nom bilan tunilmoqda. Hozirgacha Qozoq dolisida ko'plagan sak asar atiqlari bayqaldi.
Dağlıq Sakyamunimu dәл shu saklarning shahzodasi edi. U Budda dinini yaratdi. Kumrajiva 800 yildan keyin vatanimizda umumlashtirdi. Qashqar va Xotanda eng oxirgi saklar saqlanib qolgan. Shunga xotanliklarni divanda qo'sh tilliq edi deb sifatlaydi. Qarixonalar bevosita Olib Ertungadan kelib chiqqan. Mahmud Qashqaridan Qutlug' Shavqigacha 1000 yillik nasabnoma saqlanib qolgan. Bularni mulohiza qilganda Uyg'urlar va qozoqlarning qinida o'xshasha saqqini oqmoqda. Qozoqlar Uyg'urlarning eng yaqin qon qarindoshi bo'lish sifati bilan shundaqla hozirgi Sir daryosining sharqiy va Talas bo'ylarini qo'lda tutib turg'ashqa, bizdan qolsa shu joylarda yashab o'tgan Yiroq qadimgi zamoni shaxslarga ega chiqishga eng haqliq. Chunki bizning ahvolimiz xarob. Hozir shaxslarga turib tursin, hatto polo bilan atlasmu o'zbek bilan tojikning bo'lib ketdi. Agar dunyo mushundaq tor millatchilik bilan davom qilib qolsa, bizmu bu talashliq raqobatdan qocholmaymiz. Ammo tuqqanlar birlashishga boshlasa, u chaqda uni talashqaning hech bir ahamiyati bo'lmaydi. Har holda qozoqlarning jim turib boshqalarga tartqizib qo'yg'inidan vaqtida ega chiqqani yaxshi bo'pti. Nimalar degan bilan qozoqlar qozongan har bir utuq tigidan va mohiyatdan ilib etganda yanala Uyg'urning utig'i. Har qaysi taraflarning nodon tantaklari mayli e'tirof qilsin, qilmasin, baribir shundoq bo'ladi. Xotima. Olib Ertunga va Tumaris ruhini tirildirish kerak. 100 yillik aksirash yetmidimi? Yana kimni aka tutaman deb millatni qayta polash qilib qurbon qilmoqchi? Ko'k arvoh. 1934-yili 27-dekabr Rizoxon Pahlavi buyruq tushirib, Persiya nomini Eronga o'zgartgan. O'zini Shohinshoh deb atagan. 4 kundan keyin 1935-yili 1-yanvar Turkiya doisi Mustafa Kemalga Turkiya Buyuk Millat Majlisidan Turkiyadagi turklarning otasi ma'nosidagi Atatürk nomi berilgan. Mustafa Kemal Pasha Birinchi Dunyo urushi va milliy mustaqillik urushida Turkiyani munqariz bo'lishdan saqlab qolgan to'kbikor bo'lsa, Rizoxon Pahlavi turklarning Erondagi oz bo'lganda 1000 yillik hukmronligiga xotima berib, o'zini Eronning xo'jayini deb qaraydigan Paris millatini va Arian nomini tirildirib, turkiy xalqlarning o'ttirida bir Paris saltanatini tiklab chiqqan Eron Paris qahramoni edi. Demak, Parislar bilan turklar 1935-yilda milliy iftixorlik ruhining yuqori pallasiga yetgan. Ammo azizona Qashqarda xalqimiz 1924-yili 300 yillik jaholat uyqusidan uyg'ongan doisini qo'g'dab qololmagan. Natijada jaholat qaytadan shu qadar kuchayib ketganki, 1931-yili Qashqarga kelgan Musa Jarulloh islom bu yerga kaynichi kiribdi deb yoqasini tishlab qolgan. 1933-yili iyulda Timur Sijang Qashqarda Madotayning tamg'isini tortib olib, Qashqarda 3 kun ko'z qilib o'zini Siling yoki Sijang deb atagan. 1933-iyunda Xo'janiyoz Hoji Majonyingning nachar qilmishiga qattiq g'azablanibla Shingsay bilan birlashgan deb ching turib 4-iyun o'lim nomisiga qo'l qo'yib 1934-yili bizning hamma atamonlarni bir-birining qo'li bilan jaylab taxtga chiqqan quv jallod Shingsay 1937-yildan 1944-yilgacha bizning ayni vaqtdagi sarkilarning hammasini yo'qotgan. Demak, aksirash xohishi mustaqil davlatning prezidentligini dushmanning qo'rchoq mansibiga tegishib etishdek fojialarni keltirib chiqarib, xalqimizning yaqinqi 100 yillik qo'rqinchli taqdiriga yo'l ichib qo'ygan. Bu ma'nidan 20-asr tarixida ham jaholat pirlari, ham chet el jahongirlari bilan murassa qilmay, 300 yil nimjon bo'lib jaholatga patgan xalqni hayoti orqali silkib, qini orqali uyg'otib chiqqan marhum Abduqodir Domullamdan keyin hech bir yo'lboshchimizni dohi deb atag'il bo'lmaydi. Balki ular diniy yo'lboshchi, jamoat arbobi, yurt oqsoqli, qo'zg'olon pishvosi va xalq rahbari bo'lishga loyiq. Azod Qosim aka to'g'ri aytadi. Bu haqdagi tafsilotni Azodkomning shu mazmunidagi asrdan o'qib oling.
Şundaq bolğanda xalqimiz va millatimiz yuqorqi Abduqodir Domullam, Mustafa Kamal Pasha va Rizoxon Pahlavondek 100 yilda bir chiqadigan dahilardan mahrum holda 100 yildek tingirqab yurib, ming dasta yangi asrga ulashdi. Amdi bizdinmi ata Uyg'ur nomiga loyiq bir siyosiy dahi o'tirg'a chiqishi kerak. Amdi aksirash xohishiga qat'iy holda xotimi bermasak, kelajak taqdirimiz yanala hozirgidek mamatliq paytlaridimi oqmagan davlat hokimiyatlarining qo'lida qimmat baholiq tovar bo'lib ketaveradi. Mərhum Muhammed Emin Buğra əpəndining bir məşhur gepini anladım. Əgər Şərqi Türkistan davası Türkiyənin mövcudluğunu yo'qotishga sabab bo'lib qolsa, biz Türkiyənin baqası, saqlanib qilishi uchun Şərqi Türkistan davasından voz kechimiz. Bu gap ayni vaqtdagi muhojirlarni qo'ynaga olgan Turkiya hukumatini hayajonlantirish uchun aytilgan bo'lsa, bugun u gapni tüp prinsip qilib ko'tarib chiqadigan kaltipam va tafakkursiz taqlidchilar paydo bo'lyotidi. Mərhumga yaqqan tapa tanlarning gunohimu dal mushu kaltipamlarga bo'ladi. Bu gapning ham vaqti ham qimmati o'tdi. Şoňa özümizin milli mevcutlığı ve milli menfaatiga ziyonliq har qanday fikrdan keskin voz kechib, tezden özümizge xos yo'limizni va prinsiplarimizni umumlashtirish kerak. Unutmayli, dahi xalqni emas, xalq dahini meydon keltirdi. Vaziyat qattiq keskinlashib, do'st dushman aniq bo'lgan seri har kimning asli qiyofati o'tirg'a chiqyotidi. Qani amisa, hammamiz yangi asrdagi haqiqiy dahimizni bayqab chiqayli. Yangi yilda yangicha plan bilan ishni boshlab ketayli. Yuqorqi bariq tarixiy arxivlar ko'k arvohning Uyg'urlarni yo'qotishning tarixiy va siyosiy sabablari nomli asrdan ta'minlab bergan parcha ma'lumotlarni bir yerga to'plash orqali tarixiy tartib bo'yicha tizib chiqildi. Sayram O'g'lani 2020 yili 11 yanvar